Angliyada u S harfi bilan belgilanadi. Angliyada u S harfi bilan belgilanadi. AQShda esa U harfi bilan belgilanadi. Diqqat savol. Xo'sh, Toshkentdachi? Sakkizinchi B sinf o'quvchilari algoritm jamoasining javobi lampochka va 3-jamoa 8-D sinf o'quvchilarining javobi ta'lim guruhining javobi soat. Va to'g'ri javob bera olamiz. Maksim Gorkining mashhur gapi inson tomonidan yaratilgan mo'jiza ichida eng buyuk mo'jiza deb bu narsaga ta'rif bergan. Bu narsa kitob edi. Va Keyingi savol. o'ylash jumlasini ko'paytiramiz. Xo'p. Fransuzlar uchun ovqatning sifati muhim. Inglizlar uchun odamlarning ovqatlanish paytida o'zini tutishi muhim. Diqqat savol. Xo'sh, endi aytingchi, bu borada nemislarga nima qiziqtiradi? Pastda hozircha qog'oz bergan, qog'oz yozib, undan keyin javoblarni eshitganda agar uchala jamoasi ham to'g'ri javoblar bo'lsa, har biriga bir balldan beradi. Jamoaning sardori o'zi o'qilyapti. Savol. Sizlar hozir menga bu so'zlarda o'sha umumiy muhim aytishingiz kerak. 10 sekund vaqt qoldi. U oq dasturxonda odamlarga quvonch Bu insoniyat tomonidan yaratilgan barcha mo'jizalar ichida eng buyuk mo'jizadir. Insoniyat tomonidan yaratilgan barcha mo'jizalar ichida eng buyuk mo'jizadir. Tartib tushunyapsizlar? Qolsa yozib olinglar. Maksim Gorkiy shunaqa gap bor ekan. Savol, u nimaga shunaqa yuqori baho bergan? Savol qaytaryapman. U nimaga shunday yuqori baho bergan?